Men tushunmadim. Nimaga dokumenti yo'q narsani menga sotasiz? O'ylab ish qilmaysizmi? Pulini olgansiz. Menga dokumentini qilib bering. Aka, sabr qilsangiz men 5-6 oyda men qilib beraman endi, muammo yo'q. 5-6 oy? Yana o'zi 3 oydan beri kutyapman. Eplasang, uy sotmaysanmi? Eplasang. Hey, nima janjal bolalar, nima janjal? Bahrom aka, bu bolaga 3 oy oldin uyni pulini berganman. Hozir yana 6 oydan keyin dokumentini qilib beraman deb otajonini sotib olgan bu bola. Menga dokumentini qilib bera olmayapti. Shunga jahlim chiqyapti. Dokumentida nima muammo? Shuni dokumentda muammosi bo'lsa, bizga murojaat qilmaysanmi, G'ayratjon? Maskan uy-joy savdo. Shuni aytsang, hamma dokumentlarni tekshirib, chiroyli qilib to'g'rilashga harakat qilib beramiz. Imkon boricha kam rasxod qilib. Uy olmoqchi bo'lsalaring, uy sotmoqchi bo'lsalaring, kanalimizda obunachilar aktiv hozirgi kunda, Xudoga shukr. Reklamalarni ham o'zimiz mashinada borib olib kelamiz. Uy ko'rsatiladigan bo'lsa, mashinasi yo'q obunachilarimiz bo'lsa, o'zim shunday mashinada o'zimizni 4ta 5ta bolalar bor, mashinada olib borib ko'rsatib ham kelishi bepul. Taksiga ham o'tirmaydi. Shunaqa xizmatlarimiz bor. Dokument sohasidan qanaqa sohada bo'lsa, harakat qilamiz. Bo'ldi Bahrom aka, keyingi safar o'zingizga aytaman. Bo'ldi, bemalol. Bunaqa urush janjalsiz ham yechim qilsa bo'ladi. Rahmat aka.